hozir narxini so'radik. Bu 001 da yangilangan versiyasi. Xitoydagi narxi 35 mingdan 45 minggacha boshlanadi dollarda. 35 ming 45 ming dollar dedi. Masofasi 500 kilometr dedi. Endi bu haydashinglarga bog'liq. 500-700 bo'lsa kerak. Zaryadka quvvatlanishi 15-20 daqiqada 80% ga to'lib beradi. Hozir sizlarga endi sport versiyasini ko'rsatamiz. Sport versiyasi 2 barobar qimmat turadi. Bitta hozir Zikr R versiyasi 001 R. Sport versiyasi buni narxi 105 ming dollar dedi. Juda qimmat ekan 001 ga qaraganda. Nimaga qimmat? Chunki bu 1200 ta ot kuchi bor ekan va ko'p joyi karbon fiber qo'yilgan dedi. Yengillashtirish uchun. 1 dan 100 gacha 2,5 sekundda chiqadi dedi. Lekin masofasi juda kam. 300 kilometr yurib beradi. Hozir endi ichkarisidan ko'rishga harakat qilamiz. Tashqarisidan ko'rsanglar, hamma joyda karbon fiber qo'ygan. Diskalari juda katta, 22 diska qo'yilgan. Orqasida kichkinagina spoilercha qo'ygan. Va hamma joyida mamlaqa R degan belgisi bor. Mana orqasida ham spoileri bor. Bu orqa tomondan ko'rinishi.